katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan G-Tour qulayliklari kelsak 540 gradus kamera, linziviy optik faralar bilan jihozlangan. Stenka juda ham baland, kabinkalarda 540 gradus kamera, komfort komplektatsiyamiz juda ham shinam interyerga ega, cruise control, adaptiv cruise control hamda polasa держатель Sony kompaniyasiga tegishli va salon bo'ylab 8 ta kolonka mavjud va disk rejimlari mavjud. Tordagi o'rindiqlarni yotqizib 1200 litr hajmdagi dvospalnidan foydalanishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli Sultanov Motors hamda G-Tour qarshi rasmiy avtosaloni kanali obunachilari. Hammangizni G-Tour qarshi rasmiy avtosaloni kanalida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xo'p, bugungi obzorimizda uzoq kutilgan va eng asosiysi O'zbekistonda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan G-Tour T1 komfort komplektatsiyasi. Modelimizning dvigateliga kelsak, dvigateli 1.5 litr объем turbo GDI hisoblanadi va eng asosiysi 184 ot kuchidan iborat. Garatskoy siklda o'rtacha rasxod 6-7 litr hamda dalnida stabilni 5 litr rasxodi bor. Bunga sabab aynan G-Tour T1 modelimizning dvigateli Euro 6 standart to'liq modifikatsiyadan o'tgan va juda ham ekonomli hisoblanadi. Va tashqi ko'rinishiga kelsak, aynan G-Tour T1 modelimizning tashqi ko'rinishi 2026-yil top dizayniga tegishli. Qulayliklari kelsak 540 gradus kamera, oldi orqa parktronik va eng asosiysi adaptivni linziviy optik faralar bilan jihozlangan. G-Tour T1 komfort komplektatsiyamizning balon qismiga kelsak, aynan diagonali 235 ga 65 R18 hisoblanadi va eng asosiysi stenka juda ham baland va 18 diagonal, bu juda ham ideal. Modelimizni qo'shimcha tashqi qulayliklariga kelsak, bokovinkalarida 540 gradus kamera, slipoy zona hamda eshik ruchkalarida besключевой доступ, ya'ni kalitsiz ochish tizimi mavjud. Aynan G-Tour T1 komfort komplektatsiyamiz juda ham shinam interyerga ega va intellektualniy funksiyalarga boy model hisoblanadi. Xo'p, qulayliklari hamda komfortlarini bir boshdan ma'lumotini berishni boshlasak, rul qismiga kelsak, aynan G-Tour T1 komfort komplektatsiyamizning ruli bu elektroussilli hisoblanadi va multimediali. Hattoki rulini o'zida tiptroniklari mavjud. Ya'ni siz ruchni, ya'ni mexanikaga urib qo'shib ayirsangiz bo'ladi. Rulimizda abagrev tizimi mavjud va funksiyalariga kelsak, aynan G-Tour T1 komfort komplektatsiyamizda cruise control, adaptiv cruise control hamda polasa держатель funksiyalari mavjud. Xo'p, va yana qo'shimcha qulayligi shundaki, aynan G-Tour T1 komfort komplektatsiyamizda ham ovozli tizim mavjud. Rulimizning o'zida ikki rejim mavjud. Bu komfort hamda sport. G-Tour T1 modelimizning salon ichki kojasi bu 80% tashkil etadi va eng asosiysi zavoddan 50% shuma izolyatsiya mavjud. Salonimizdagi yana qo'shimcha bir qulayligi shundaki, aynan salonimizdagi salon akustikasi Sony kompaniyasiga tegishli va salon bo'ylab 8 ta kolonka mavjud. G-Tour T1 modelimizni lobavoy qismi bu spiralli hisoblanadi, abagrev tizimi mavjud. Aynan bir lobavoy bilan cheklanmagan holda ikki yon bokovinkasi hamda bagaj oynasida ham mavjud. Va qo'shimcha qulayligi shundaki, aynan G-Tour T1 modelimizning barcha komplektatsiyalarida 1,5 kvadrat kattalikka ega panoramli lyuk ham bor. G-Tour T1 modelimizning oldi o'rindiqlari elektropaket hisoblanadi. Passajir tomon 4 pog'onada ishlaydi, voditelь tomon 6 pog'onada ishlaydi. G-Tour T1 modelimizda interfeys o'zgacha, ya'ni yangilangan hisoblanadi. Marhamat. Xo'p. Alohida sifrovoy speedometr monitor, ya'ni bu sport rejimda hisoblanadi va boshqarish tizimidagi 16 dyumli katta monitorga ega. Aynan bu monitor bu bir boshqarish tizimi bilan cheklanmagan holatda 1020, ya'ni Full HD kачествоda kino yoki da YouTube ko'rsangiz ham bo'ladi. Va salondagi barcha qulayliklarni, barcha funksiyalarni bir monitorning o'zidan emas, aksincha pastdagi xromdan ishlangan knopkalar orqali boshqarsangiz bo'ladi. Bu juda ham qulay. Nimaga deganda, yo'lga chalg'amagan holatda bemalol bajarsangiz bo'ladi xohlagan funksiyani. Va monitorimizda Apple CarPlay, Android Auto bor. Bemalol qo'l telefoningizni multimediaga ulab, multimediani boshqarsangiz bo'ladi. Umumiy hisobda Telegram, Instagram, WhatsApp, navigator barchasi va hokazo, hattoki antiradar funksiyalarini ham boshqarsangiz bo'ladi. Modelimizda 540 gradus kamera mavjud. Aynan 540 gradus kamera bu nimaga kerak? Mashinani gabaritini inobatga olgan holatda parkovat qilib, parkovkadan chiqish maqsadida tevarak atrofni nazorat qilib, parkovkadan chiqib, yo'lda davom etsangiz bo'ladi. Modelimiz 3 rejimda harakatlanadi: Eco, normal hamda sport rejimlarida harakatlanadi. Va
Aynan Jetour T1 komfort komplektatsiyamizning oldi o'rindiqlari abagrev hamda abduf tizimiga ega. Ya'ni bu bir vaqtning o'zida ham isitish hamda sovutish tizimiga ega. Modelimizda беспроводной zaryadniklari bor. Bir vaqtning o'zida siz ikki telefonni to'liq quvvatdan chiqarishingiz mumkin. Deflektorlarga kelsak, xromda ishlangan, bu juda ham noodatiy Merz dizaynga desak ham bo'ladi. Salonimiz bo'ylab salon podsvetkalari bor va eng asosiysi interfeys bu o'zbek tilida. Bu nimadan dalolat? Aynan Jetour modellari O'zbekistonda yig'ilishidan dalolat. Elektronli ruchnik, avto hold mavjud va eng asosiysi barida bir vaqtning o'zida isitish hamda sovutish tizimi ham mavjud. Va xavfsizlik darajasi juda ham baland. Bunga sabab salon bo'ylab 8 ta xavfsizlik yostiqchasi mavjud. Hop, ana endi modelimizni orqa qismi bilan tanishtirsak. Modelimizning orqa qismi juda ham keng va eng asosiysi juda ham shinam. Qulayliklariga kelsak, bar orqa tomonda deflektorlar mavjud, to'liq xromda ishlangan abagrev tizimi mavjud va eng asosiysi barcha o'rindiqlari perforatsiya tizimi bilan ishlov berilgan. Bu nima degani? Erta yozning kunida belni terlatmaydi va eng asosiysi abagrev tizimi ham mavjud. Va yana qo'shimcha qulayligi shundaki, podlokotnik hamda podstakanniklari bor. Jetour T1 modelimizni orqa fondagi dizayni alohida e'tiborga ega. Aynan Jetour T1 modelimizning orqa qismi bu Range Rover modellariga o'xshab ketadi va orqa stoplari juda ham noodatiy ishlangan, ya'ni bu lipistok tarzda va eng asosiysi svetodiod bilan ishlov berilgan. Bir dona ham lampochka ishlatilmagan va 6 yil 200 ming kilometr kafolati ham bor. Va eng katta ustunligi shundaki, aynan Jetour T1 modellarimiz O'zbekiston bozoridagi barcha modellardan hadavoy jihatdan juda ham yumshoq hisoblanadi. Bunga misol, aynan Jetour T1 modellarimizning hadavoy qismi italyanskiy Nizavissimi McPherson bilan jihozlangan. Jetour T1 modelimizning bagaj qismi elektronli hisoblanadi. Aynan siz bagajni salondan tushmagan holatda masofadan turib pult orqali ochib yopsangiz bo'ladi hamda bagajni o'zidan ham ochib yopsangiz bo'ladi. Umumiy hisobdagi bagaj hajmi 500 litrni tashkil etadi va yana bir qulayligi shundaki, aynan Jetour T2 ga o'xshab bagajda palatka petlalari mavjud. Marhamat. Endilikda bahor hamda yoz, piknikka chiqish, tog'da chiqish, dam olishga borish bor. Shuni hisobidan bemalol T1 modelimizda ham palatka o'rnatib va eng asosiysi o'rta qatordagi o'rindiqlarni yotqizib 1200 litr hajmdagi dvouspalnidan foydalanishingiz mumkin. Jetour T1 modelimizda disk rejimlari mavjud. Aynan disk rejim bagaj bilan kifoyalanmagan holatda to'rtala oynasida hamda panoramasida ham mavjud. Va eng asosiysi bagaj qismimizda prisoskalari ham bor. Modelimizning orqa qismida ham parktroniklari mavjud. Aynan bu parktronik parkovka uchun mo'ljallanmagan. Yo'l davomida DTP holati bo'lsa, sizni ovozli tarzda xabardor qilib hushyorlikka chaqiradi. Va eng asosiysi aynan Jetour T1 komfort komplektatsiyamiz barcha ranglarda sotuvda mavjud va bu hali hammasi emas. Endilikda Sultanov Motors hamda Jetour qarshi rasmiy avtosalondan Jetour T1 modelimizni xohlagan to'lov usuli asosida xarid qilishingiz mumkin. Bunga misol naqd, avtokredit, перечисление trading hamda foiz paynalarsiz 1 yildan 2 yilgacha bo'lgan muddatda o'z nomingizga rasmiylashtirib olishingiz mumkin. Hammangizni Sultanov Motors, ya'ni Jetour qarshi rasmiy avtosalonda kutib qolamiz. Tanlovda adashmang. Assalomu alaykum.